bo'yicha tanqidiy fikr bildirdilar. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, joriy yilni mana shu davriga kelib 155 nafar holatda mamlakatimizda 15-17 yoshli qizlarni erta turmushga berish holatlari aniqlangan. Ikkinchisi, har qanday jamiyatni larzaga soladigan holat bu qarindosh urug'lar o'rtasidagi nikohni hali ham sodir etilayotganligi. Erta turmush qurish va qarindosh urug'lar o'rtasidagi nikohlar albatta ko'plab nogiron farzandlarni tug'ilish ehtimolini zamonaviy tibbiyot isbotlagan. Uchinchisi, bu ayollarni, xotin-qizlarni bir yil davomida intervalga rioya qilmagan holatda bir kalendar yilida 2 martalab homilador bo'lish holatlari, nimjon salomatligiga putur yetgan farzandlarning dunyoga kelish holatlari. Hurmatli prezidentimiz mana shu holatlarni vujudga kelmasligi uchun yangi O'zbekistonni quruvchi barkamol avlod, sog'lom avlod dunyoga kelishi uchun albatta mahalla xotin-qizlar qo'mitasi, diniy ulamolar, mahalliy hokimliklarning birgalikda albatta joylardagi tibbiyot xodimlarini vazifalarini yana ham mas'uliyat bilan vazifalariga qarashlari bo'yicha tanqidiy munosabat bildirdilar. Aholi orasida keng